Voy, bu kuynichiga shundoq yurashini qazartirib qo'ymaysizlar. Umuman bo'lmaydi-ku. Hurmatli opa-singillarimizda hozirgina kelgan novinkamizni obzorini boshlaymiz. Fason juda ham chiroyli, iqquligina variantda ishlangan matolar doing shtampel. Fasoniga e'tibor bersanglar, hammaga ham birdek to'g'ri kelib ketaveradi. Juda ham chiroyli modelda. Kelganda ham yarashimli, matosi yumshoq, yengil, iqquligina variantda. Endilikda issiq kunlar boshlanyapti. Joniylarning huzuriga mazza qilib kiyaverasizlar. Fasoni qo'llarini ham ko'rsanglar, shunaqangi zinkali modelda fanarikcha uslubida ishlangan. Oldilarini ko'rsanglar, tugmacha fasoni kiyib yetishligi qulaygina bo'lish uchun. Albatta hamma sevgan shunaqangi yopugina model, stolga oldi qismlari bejirimgina qo'l mehnati asosida shunaqangi kristallar bilan ishlangan modelimiz. O'zi ko'rsanglar, ranglarni qaranglar, qanaqangi nafisgina ranglar bilan ishlangan. Orqalari bilan ko'rsatib o'tamiz, zvorkali modelda, teglari qo'shiti fasonda, albatta cho'nchiklari ham bor modelimiz. O'zi fasonni juda ham sevdim. Matosiga ham gap so'z bo'lishi mumkin emas. Hammaga yoqadigan, o'zim ham sevib kiydim mana shunaqa oq qora rasvetkasi. Buni ham qaranglar, kiyganda yonib turadi-yu, juda ham chiroyli. Oldilarini ko'rsanglar, kristallar bilan shunaqangi ajoyibgina ishlangan. Fasonlari ham zo'r modelda. Egnimga kiyib olgan rasvetkasini xohlayotganlarcha albatta bu rangidan ham bor. Bularning razmerlari 48-razmerdan boshlanadi, 58-razmergacha hozircha razmerlari bor. Albatta tugab ketmasdan ulgurib olish o'zingizga bog'liq. Narxlariga keladigan bo'lsak, 380 ming so'mdan oddiylar bilan almashtirmaymiz. Albatta yoqqan bo'lsa pastdagi raqamlar orqali bemalol zakaz qilsanglar bo'ladi. Shunaqangi ajoyibgina ko'ylaklarimizni Toshkent shahar Shayxontohur tumani hamda Uchtepa tumani Farhadskiy bozor yonidagi magazinlardan bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Zakazlar bo'yicha, lokatsiyalar bo'yicha tegida raqam qoldirganmiz. Hammalarni magazinda kutib qolamiz. Kelaverasizlar. Sizlar eng zo'rlarga munosibsizlar.